yo'llarim bor bo'ldi. Markazda ishlayman, nogiron bolalar bilan. Ko'p imkon topolmadim darslarga ishga. Harakat qildim, lekin bildim, что kerak ekan ayolga raqs nimaga. To'g'risini aytsam, erkaklik gormonim ko'payib ketganda, mana mujik bo'lib ketadi odam mana shunaqa. Urganda ham nazokat, hamma narsa joziba, hamma narsani o'rgatar ekanda, harakatlar, nozik chiroy, baribir boshqacha ekanda, men o'ylardimki, oson, birpasda qilib olaman, qila olaman. Yo'q. Вообще men ko'rib o'zim qanaqasiga nomli ekan arabcha raqslar mana super. Молодец. Gap yo'q. Mahoratingizga, iste'dodingizga, talantingizga, lekin o'qish kerak ekan, baribir o'qish kerak ekan. Men bu kelganimni живой boshqachada mana ko'rib, hammadan har xil energiya olasiz mana. Hamisha bahor. Mana o'sha boshqachada.